Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha mo'min azizlar, bugun biz sizlar bilan insholar qanday yozishni o'rganyotgandik va o'sha mavzuni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda muammoning sababi va natijasini yoritish inshosi bilan birgalikda afzallik va kamchiliklar yoritish inshosi haqida gaplashamiz. O'tgan darsimizda biz muammoni va uni yechimi qanday yozish kerak o'sha haqida gaplashib chiqdik. Shunaqa insholar tushib qoladigan bo'lsa, ya'ni biror bir muammo berib undaga yechim berish haqida, tushsa insho qanday yozish haqida o'rgangandik. Bugungi darsimizda endi bitta muammo yozilar ekan, uni sabablarini izohlar ekanmiz va u sabablar olib boradigan natijalar haqida gaplashar ekanmiz. Xo'p, bu insho ham xuddi muammoning sababi va yechimi shaklida yoziladi. Biz sabablarni keltirganimizdan keyin yechimlar emas, balki yechimlarni o'rniga natijalar yoritish bilan bu inshoni yozishimiz kerak ekan. Shuning uchun bu qiyin emas. Shuning uchun bu darsimizda ikkita insho ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Inshoga misol ko'ramiz. Tu'addu mushkilatut talawuthul bi'i min abraz at-tahaddiyat allati tuwajihu al-alam al-yawm. Atrof muhitni ifloslanishi bugun olam yo'liqib turgan muammolarning eng ko'zga tashlanganlaridan hisoblanadi. ناقش الأسباب الرئيسية هذه المشكلة. Bu muammoning asosiy sabablarini munoqasha qiling, ya'ni bahs qiling. واذكر آثارها السلبية على البيئة والمجتمع va atrof muhitga va jamiyatga qanaqa salbiy ta'sirlari borligini aytib o'ting. Ya'ni siz muammo berilyapti sizga, mushkulatu talawusul bi'i, muammoni sabablarini yozish so'ralyapti sizdan va u jamiyatga va atrof muhitga qanaqa salbiy ta'sirlar ko'rsatyapti, o'shalar haqida ham aytib keting deyilyapti. 250 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Kirish qismi. Kirish qismi yozar ekanmiz. Bunday insho turlariga kirish qismi yozayotganimizda uni qisqa yozamiz, aniqlik bilan yozamiz, xuddi yuqoridagi kabi. Muammoni umumiy qilib yoritamiz, muammoni dolzarbligini ta'kidlab o'tamiz, ahamiyatini ochib berishga harakat qilamiz. Ya'ni kirish qismida muammoga ta'rif yozar ekanmiz, uni dolzarbligi, umumiy biror bir sabab keltiramiz, muammoning qanaqa katta natijasi bor, o'sha haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Misol uchun يواجه العالم الحديث تحديات بيئية معقدة نتيجة لأنشطة البشرية. عالم zamonaviy olam xo'p, bashariyat faoliyatlari natijasi o'laroq murakkab atrof muhit qiyinchiliklariga yuzlanmoqda. ومن أبرز هذه التحديات مشكلة التلوث البيئي. Bu muammolarning eng ko'zga tashlangani bu atrof muhitning ifloslanishi. هذه المشكلة تتفاقم مع التوسع الصناعي. Bu muammo sanoat kengayishi bilan kengayib bormoqda. Va taqaddum teknologiy, texnologiya rivojlanishi bilan kengayib bormoqda. Va ziyadatul mustamirrati fi adadi sukkan va adadi sukkan, ya'ni aholi sonining davomli o'sishi natijasida bu muammo tafaqum, ya'ni ulkanlashib bormoqda. يعتبر التلوث البيئي تهديدا خطيرا لا يقتصر على الماء والهواء والتربة. Xo'p, atrof muhit ifloslanishi faqat suv, havo va tuproq bilan chegaralanib qoladigan xatarli tahdid emas, bal yamtaddu liyu'assir ala sihhati al-inson va hayatihi bi shaklin 'am, balki u yamtaddu o'tadi, ya'ni insonni salomatligiga va uni hayotiga umumiy ravishda ta'sir qilishga o'tadi. ya'ni u unda ham davom etadi deyapti. في هذا المقال سنتناول الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه المشكلة. Bu maqolada, bu inshoda biz siz bilan birgalikda nima qilar ekanmiz? Biz sanatanaval, ya'ni biz o'z ichiga olishga harakat qilamiz sabablarni, asosiy sabablarni mana shu muammo ortida turgan va nusallitu ad-daw'a ala athariha salbiyya va uni salbiy asarlariga bir nur sochgan, nurni yoritgan bo'lamiz. Bihadaf ziyadatil wa'yi bi ahamiyatiha va darurati tasaddi laha. Ya'ni maqsadimiz nima deyapti? Maqsadimiz ziyadatul wa'yi. Wa'yi degani nima degani? Ya'ni idrok. Ya'ni birinchi maqsad bil hadaf, ya'ni maqsad aql idrokni kuchaytirish, aql idrokni oshirish bi ahamiyatiha. Ya'ni o'shanga bo'lgan ahamiyatni nima qilish? Ahamiyatni oshirish, ahamiyatni anglab yetishni oshirish va darurati tasaddilaha va unga bo'lgan chaqiriq zaruriyatini, yana ham lahadan murod ahamiyat, ya'ni uni ahamiyatiga bo'lgan chaqiriq zaruriyatini nima qilish, yetkazish, oshirish. Bu bundan nima bo'lyapti? Maqsad deyilyapti. Xo'p,
kirish qismida nima qildik biz muammoni ta'rifini yozdik. Muammo dolzarb, hamma olamda bor, hamma olam aziyat chekyapti. Buning umumiy sababi bashariyat. Nima bo'lgan? Bashariyat unga ta'sir qilganligi sabab. Xo'p, bu umumiy sababi natijasida esa inson salomatligiga ham, hayotiga ham umumiy tarzda ta'sir qilyapti. Umumiy natijalarni yozib o'tdik. Endi esa asosiy qismni ikki qismga bo'lib, birinchi qismida biz muammoni nimasini yoritamiz? Muammoni sabablarini yoritib o'tamiz. Ketma-ketlikda chiroyli qilib nima qilamiz? Sabablarni yoritib o'tishni boshlaymiz. أسباب التلوث البيئي متعددة. يعني أطراف muhitni ifloslanishning sababi bir necha xil. أبرزها النشاطات الصناعية. Uning ko'zga tashlangani bu nima ekan? Sanoat faoliyatlari. تقوم المصانع بإطلاق الغازات السامة في الجو أو تصريف النفايات الكيميائية في الأنهار. Ya'ni zavodlar itloq degani chiqarib yuborishyapti gazlarni, zaharli gazlarni havoga chiqarib yuborishyapti yoki kimyoviy musorlarni daryolarga nima qilyapti? Chiqarib yuborishyapti, oqizib yuborishyapti. هذا السلوك يؤدي إلى تلوث الهواء والماء بشكل كبير. Bu ish harakatlar esa havoni ifloslanishi va suvning ifloslanishi katta shaklda nima qilyapti? Olib kelyapti. كذلك تساهم وسائل النقل في زيادة التلوث. Shuningdek, transport vositalari atrof muhitning ifloslanishiga hissa qo'shmoqda. يزداد عدد السيارات يوما بعد يوم va nima mashinalarni soni kundan kunga ortib bormoqda. مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد كربون. va bu esa gazlar nisbatini oshishiga olib kelyapti. Zararli gazlarning miqdorini oshishiga, misol uchun karbonat angidrid gazini, ya'ni 2 oksid saniy oksid karbon gazini oshishiga, misol uchun. Bu karbonat angidrid gazini oshishiga. إضافة إلى ذلك bunga qo'shimcha qilib استهلاك المفرط للبلاستيك plastikni haddan tashqari ishlatish va adam i'adati tadwirihi va uni qayta ishlamaslik يؤدي إلى التلوث المحيط وقتل الكائنات البحرية. Ya'ni okeanlarni ifloslanishiga olib kelyapti va dengiz koinotini o'limiga olib kelyapti. Xo'p, bu yerda atrof muhitning ifloslanish sabablarini nima qildik? Yoritib o'tdik. Atrof muhitni ifloslanish faqat boya aytganimizdek tuproqni yoki havoni ifloslanishi emas, suvni ifloslanishi ham atrof muhitni ifloslanishi. Suvni ifloslanish, havoni, tuproqni, aholi yashaydigan masalan dengizni, daryolarni, xullas atrof muhitida nima bo'lsa, o'shalarning ifloslanishini xohlagancha juda ham ko'plab sabablar keltirishimiz mumkin ekan. Endi ikkinchi qismda esa har bir sabab olib keladigan natijalar haqida gapirishimiz kerak. أما أن نتائج التلوث البيئي فإنها تتراوح بين تأثيرات بيئية وصحة خطيرة. atrof muhitda iflosligini natijalari esa atrof muhit ta'sirlari orasida va xatarli sixiy ta'sirlar, salomatlikka xatarli ta'sirlar orasida aylanib yuradi. Atrof muhitga bo'lgan salbiy ta'sirlar va undan tashqari salomatlikka doir salbiy ta'sirlarda mana shu ikkita doirada aylanadi. أولا يؤدي تراكم الغازات الدافئة إلى احتساب الحراري. birinchidan issiq gazlarni bir joyda to'planishi issiqlikni nima ihtibos qamarishiga olib keladi. Ya'ni ihtibos issiqlikni nima bir joyda to'planib qolishiga olib keladi. مما يسبب تغيرات مناخية كذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار. va bu esa sabab bo'ladi nimaga? Iqlim o'zgarishlariga. Misol uchun xo'p, jalid, ya'ni muzlarning erishi kabi yoki daryo, dengiz degani bihar dengizi, bahrun dengiz, daryo dengiz darajalarini oshishiga olib keladi. ثانيا, ikkinchidan يهدد التلوث المائي التنوع البيولوجي. ya'ni suvni ifloslanishi esa biologik xilma-xillikka tahdid soladi. حيث يؤدي إلى انقراض العديد من الكائنات الحية. ya'ni tirik koinotlarning ko'pini inqiroziga olib kelishi mumkin. Ya'ni kim zaharli ifloslangan suv ichsa albatta u kasal bo'ladi, u hayvon bo'lsin, u odam bo'lsin. Juda ham nima ekan, suvni ifloslanishi juda katta muammo ekan. وأخيرا يسبب تلوث الهواء أمراضا مزمنة. va oxiri so'ngida esa havoning ifloslanishi surunkali kasalliklarga sabab bo'ladi. Misol rubu, misol uchun revmatizmni, rubu kasali, misol uchun saraton ri'a, xo'p, saraton ri'a, o'pka saratoni, revmatizm edi desmasam rubu, hozir yodimdan ko'tarib shu kasallik, astma edi rubu, adashmasam, hozir yana bir ko'ramiz.
astma ekan, to'ppa-to'g'ri astmaga olib kelar ekan. Mimma yu'assir ala sihhatil inson bishaklin kabir, ya'ni insonni salomatligiga juda katta ravishda ta'sir qiladi. Bilidofati ila zalik, bunga qo'shimcha qilib, fa inna talawus al-bi'i yu'attilu an-nizam al-bi'ati at-tabi'iyya. Ya'ni atrof muhitning ifloslanishi tabiiy atrof muhit nizomini yo'qqa chiqaradi. Mimma yuhaddidu ziro'ata wal intaj al-ghiza'i fi adidin min al-manatiq. Va bu narsa esa ziroatga va g'izaiy oziq ovqat ishlab chiqarishga nima qiladi, oziq ovqat ishlab chiqarish ko'p mintaqalarning ko'pida bo'lgan oziq ovqat ishlab chiqarish va ziroatga nima qiladi, tahdid soladi. Kama yuaddi talawus ila tadahhurin naw'iyatil hayat fil mudun al-kubra. Shuningdek, ifloslanish bu katta shaharlardagi hayot turini nima qiladi, yo'qqa chiqaradi. Haysu yusahim fi ziyadatil amrod, ya'ni kasalliklar kuchayishiga kasalliklar kuchayishiga o'z hissasini qo'shadi, ko'payishiga murtabit bit talawus misla hasasiy va diqqat tanavus. Ya'ni atrof muhit ifloslanishiga aloqador bo'lgan, masalan, hasasiya degani hasasiyatun allergiya yoki nafas siqishi kabi atrof muhit ifloslanishiga aloqador bo'lgan kasalliklar ko'payishiga xizmat qiladi bu narsalarning hammasi. Xo'p, bu narsalarni gapirib o'tganimizdan keyin endi xulosa qilamiz. Xulosa qilayotganimizda albatta muammoni hal qilish uchun yechim ham taklif qilib ketsak bo'ladi. Yechimni hayotiy yoki samarali bo'lishini nima qilamiz? Fikrlab o'shanga yechim keltirishga harakat qilar ekanmiz. Xo'p. Fil khitam يمكن القول إن التلوث البيئي مشكلة تحتاج إلى تعاون دولي وحلول مستدامة. So'ngida esa aytishimiz mumkin, atrof muhitning ifloslanishi bu التعاون دولي، ya'ni nima hamma xalqaro ta'awun degani birdamlik, xalqaro birdamlikka ehtiyoji bor. Ya'ni nima demoqchi? Atrof muhitning ifloslanishi muammosi xalqaro birdamlikka ehtiyoji bor. Ya'ni xalqaro birdamlikdan murod, ya'ni hamma xalq birdaniga harakat qilishi kerak atrof muhitni ifloslamasligi uchun. Va hulul mustadama va barqaror davomli yechimlarga ehtiyoji bor deyilyapti. ومن أهم الخطوات لمعالجة هذا التحدي تقليل النفايات الصناعية. Bu muammoni muolaja qilishning eng ahamiyatli yo'lidan biri bu sanoat chiqindilarini kamaytirish. تعزيز استخدام الطاقة المتجددة va yangilangan energiyadan foydalanish va ziyodatul va'yil bi'i ladal afrod va afrod, ya'ni shaxslardagi atrof muhitni asrashdan xabardorlik darajasini oshirish. Himoyatul bi'a mas'uliyatun taqa'u ala atiqil jami', ya'ni atrof muhitni himoya qilish barchaning yelkasiga tushadigan mas'uliyatdir. Li'annaha asasul hayatil mustadama lil ajyalil qodima, chunki u barqaror hayotning asosi kelayotgan avlodlar uchun deyilyapti. Xo'p, yaxshi, biz inshoni to'laqonli ko'rib chiqdik va insho 286 ta so'zdan iborat va bu inshoda biz muammo yoki uni natijasini yoritiladigan insholar qanday yoritilishi kerakligi haqida atroflicha tanishib o'tgan bo'ldik. Endi esa bugungi darsimizda ikkita insho o'rganamiz, chunki bu insho oson bo'lganligi uchun biz bu darsimizda afzallik va kamchiliklarni ifodalash inshosi haqida ham so'z yuritib ketgan bo'lamiz. Xo'p, afzallik va kamchiliklarni yoritish inshosi. Shu yergacha biroz to'xtatib videoni xohlasangiz yana orqaga qaytib yana bir marta ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Oldingi insho turini, hozir o'rgangan inshomizni turini ya'ni yana bir marta eshitib chiqishimiz mumkin, yana yaxshiroq tushunish uchun. Va hozir esa afzallik va kamchiliklarni ifodalash inshosi haqida so'z yuritamiz. Bismillah. Afzallik va kamchiliklarni ifodalash inshosi juda ham keng tarqalgan insho turlaridan hisoblanadi. Bu ham juda ham tushish ehtimoli ham katta. Bu insho turini yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Uni qanday yozishimiz kerak, qanaqa strukturalar ishlatamiz, qanaqa iboralar ishlatsak yaxshi. Va bugungi darsimizda shular haqida siz bilan gaplashib chiqqan bo'lamiz. Afzallik va kamchiliklarni ifodalash inshosiga misol, masalan, naqish al-ijabiyat va salbiyat al-murtabita bi istihdam al-internet fi hayatina al-yawmiyya. Bu mavzu tushgan oldin sefirda. Misol uchun,
Internet bilan internetni foydalanishda, kundalik hayotda foydalanishga bog'liq bo'lgan salbiy va ijobiy taraflarni yoriting deyapti. Bu mavzu 250 ta so'zdan kam bo'lmasin deyilyapti. Ya'ni internetdan kundalik hayotimizda foydalanayotganimizda qanaqa afzalliklar bor, qanaqa nimalar bor, qanaqa kamchiliklar bor, o'shani muhokama qilib nima qilishimiz kerak? Insho yozishimiz kerak. Ya'ni afzallik va kamchiliklar haqida insho yozishimiz kerak ekan. Xo'p. Bu inshoga kirish qismi qilayotganimizda, muqaddima qilayotganimizda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak desak, kirish qismiga kichkina ta'rif bilan boshlaganimiz yaxshi. Kirish qismini, ya'ni internet haqida, qanaqa internet nima o'zi, o'shanga ta'rif yozamiz. Keyin berilgan vaziyat albatta jamiyatda dolzarbligini ham aytamiz. Aynan internet hozir hamma foydalanyapti, juda ham hech bir soha internetsiz emas kabi dolzarbligini aytib o'tamiz. So'ngra bu vaziyat insonlarga ta'siri borligi ekanligi haqida aytamiz. Ya'ni lekin internetning ikkita ta'siri bor, insonlar undan salbiy taraflardan, ijobiy taraflardan foydalanyapti deb nima qilamiz? Internetni ijobiy va salbiy ta'siri borligi haqida ham so'z yuritgan bo'lamiz. Misol uchun, al-internet huwa ahadu a'zam al-ixtiroat allati shahidaha al-asr al-hadis. Internet bu hozirgi asr guvoh bo'lib turgan eng buyuk ixtirolardan biri. Faqat asbaha juz'an la yatajazza'u min hayatina al-yawmiyya. U hayotimizning bir qismiga aylandi, undan ajralmaydigan bir qismiga aylandi. حيث غير طريقة عملنا وتواصلنا وحتى تعليمنا ya'niki u ish yo'limizni, bog'lanish yo'limizni, hatto ta'lim yo'limizni o'zgartirib yubordi. يستخدم الإنترنت في جميع المجالات تقريبا. internet taxminan barcha sohalarda ishlatiladi. بدءا من التعليم والبحث العلمي، ta'limdan va ilmiy tadqiqotdan boshlanib وصولا إلى التسوق والعمل، ya'ni bozorlik va ishgacha, ish qilishgacha hammasi internetda. لكن مع كل هذه الاستخدامات المتنوعة، lekin mana shu har xil foydalanishlarga qaramasdan bilan birga yoki فإن الإنترنت يحمل في طياتها فوائد عظيمة وأضرارا لا يستهان بها. internet o'zini pallalarida ulkan favoid azima, ya'ni ulkan foydalarni va arzimas sanab bo'lmaydigan zararlarni ko'tarib olgan. من الضروري أن نتعمق في هذا الموضوع لفهم مدى تأثيره على حياتنا بشكل كامل. وبز zaruriy biz bu mavzuga sho'ng'imoqligimiz, chuqurlashmoqligimiz, ya'ni buni, ya'ni internetni hayotimizga shomil shaklda, ya'ni komil shaklda qanaqa ta'sir ko'lami buni tushunish uchun, to'laqonli ta'sir ko'lamini tushunish uchun bu mavzuga biroz sho'ng'ishimiz kerak, biroz chuqurlashishimiz kerak deyilyapti. Xo'p. Yaxshilar, bu kirish qismi bo'ldi. Kirish qismida boya aytib o'tdik nimalar yoritishimiz kerakligini. Endi asosiy qismni ham ikkita qismga bo'lib olib, birinchi qismda ushbu muammoni ijobiy taraflarini yoritamiz. Ya'ni sizga berilgan mavzuning ijobiy taraflarini yoritasiz. Eng kamida 3 ta ijobiy tarafini sanab, ularni barchasini hayot bilan bog'laysiz. Har bir tarafini zikr qilganingizda uni natijasi yoki misollar yoki faktlar ham keltirib o'tasiz. Ya'ni o'zi rostdan ham bormi u hayotda, rostdan ham o'shanaqa ijobiy tarafi bormi internetni? O'shalar haqida ham nima qilasiz? Ozgina ma'lumotlar qo'shib ketasiz. يعتبر الإنترنت مصدرا ضخما للمعلومات التي تساهم على الطلاب والباحثين الوصول إلى أي معلومات بسرعة كبيرة. bu yerda min jihatin deb yozsak ham bo'ladi. Min jihatin bir tarafdan deb yozib ketsak ham bo'ladi. Internet ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Juda ulkan ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Ya'ni talabalarga va bahs yurituvchilarga ma'lumotlarga juda katta tezlikda yetib olish uchun katta resurs hisoblanadi. كما تتيح منصات التعليم عبر الإنترنت فرصا لتطوير المهارات الشخصية والمهنية. shuningdek internet ta'lim programmalarini ham taqdim etmoqda internet orqali, ya'ni bu esa nima? Ya'ni mana shu ta'lim programmalari imkoniyat beryapti. Internet orqali bo'lgan ta'lim programmalari shaxsiy mahorat va kasbiy mahoratlarni rivojlantirish imkoniyatlar bermoqda. Misol ta'allumi lug'atin jadida, misol uchun yangi tillarni o'rganish, iktisobil mahorat texniya yoki texnika mahoratlarini o'zlashtirish kabi. إضافة إلى ذلك bunga qo'shimcha qilib, يعد الإنترنت وسيلة فعالة للتواصل الاجتماعي. internet ijtimoiy bog'lanish uchun faol vosita hisoblanadi. حيث يمكن للأفراد البقاء على اتصال مع أصدقائهم وأحبائهم عبر تطبيقات مثل واتساب وزوم وتليجرام وانستغرام وهكذا. va a'zolar, ya'ni insonlar yaqinlari, do'stlari bilan va sevimli insonlari bilan aloqada qolishlari mumkin. Masalan, WhatsApp, Zoom va boshqalarga o'xshagan nimalar bilan programmalar orqali. هذه الوسائل تجعل العالم يبدو كأنه قرية صغيرة. ya'ni bu vositalarning barchasi olamni go'yo kichkina qishloq qilib qo'ygandek
أما من ناحية الاقتصادية اقتصادي tarafga keladigan bo'lsak, faqat أتاح الإنترنت فرص عمل جديدة. إنترنت yangi ish o'rinlarini ham berdi. بما في ذلك التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد. Bulardan elektron tijorat va masofadan turib ishlash. وقد برزت أهميته بشكل كبير خلال الأزمات مثل جائحة الكورونا. uni ahamiyati yanada ko'zga tashlandi, kattaroq tarzda ko'zga namoyon bo'ldi. Xo'p, inqirozlar davrida, misol uchun korona jaihasida, ya'ni korona nima deydi, karantinida حيث كان الوسيلة الرئيسية لاستمرار التعليم والعمل، ya'niki u asosiy vosita bo'lib qolgan edi ta'limni va ishni davom ettirish uchun. Ya'ni korona davrida, ya'ni korona nima deydik, karantini davrida bu asosiy rostdan ham vosita bo'lib qolgandi. Yana buni internetni juda ham zo'r ijobiy taraflarini, haqiqatda bor bo'lgan ijobiy taraflarini sanadik. Endi esa buni nima qilamiz? Rog'ma favaidihi deb uni nimasini aytamiz? Uni zararlarini ham aytib o'tamiz. Rog'ma favaidihi la yumkinu tajahulul adrar. Uni foydalariga qaramasdan biz zararlarni ham bu tajahul zararlardan ham bexabar bo'lmasligimiz kerak. Bexabar bo'lishimiz mumkin emas. Avvalan qad yusabbibul internet al-idman. Birinchidan bo'lib internet bu mukkasidan ketishga sabab bo'lmoqda. Haythu yaqtil afrod sa'atin tawilatan fi tasaffuh al-mawaqi at-tawasul ijtimoiy aw mumarasat al-al'ab. Ba'zi insonlar vaqtlarini, uzoq soatlarini ijtimoiy tarmoqlarni tiklash yoki o'yinlar o'ynash bilan o'tkazib yubormoqda. Mimma yu'assiru salban ala sihhatil jasadiyya va nafsiyya, va bu esa salomatlik, jasad salomatligi va nafs salomatligi, ruh salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Saniyan yushakkilu internet tahdidan ala al-xususiyya. Internet nimaga? Xususiy, ya'ni shaxsiyatga juda katta tahdid solmoqda. Insonni o'zini xos ishlariga juda katta tahdid solmoqda. Haythu yumkinu istighlal bayonat shaxsiy min qibalil qarosina va sharikat tijoriya bi turuqin g'ayri qonuniyya. Ya'ni uni bayonotlarini, insonning shaxsiy ma'lumotlarini nima orqali hakkerlar tarafidan yoki tijoriy shirkatlar tarafidan qonuniyga xilof yo'llar orqali o'zlashtirib olinishi ham kuzatilyapti. Akhiran so'ngida esa yustaxdamu internet fi nashri shai'at. Ya'ni internet oldi qochdi xabarlarni, ya'ni mish-mishlarni tarqatishda xizmat qilyapti. Va al-akhbarul mudilla va adashtiruvchi xabarlarni tarqatishdagi nima qilyapti? Xizmat qilyapti. Mimma yusabbibu irtikaban ijtimoiyan va yudda ila mushkilatin kabira. Va bu esa jamiyat jinoyatlariga va katta muammolarga sabab bo'lmoqda deyapmiz. Bu yerda ham yetarlicha nima qildik? 3 ta asosiy salbiy taraflarni yoritdik. Yanada kengaytirsak bo'ladi. Bu yerda sal kichkina bo'lib qolgan. Yanada kengaytirsak bo'lar ekan. Xulosa o'rnida esa biz nima qilamiz? Xulosa o'rnida o'zimizning fikrlarimizni va maslahatimizni keltirib o'tamiz. Misol uchun, fil qitam yumkinul qawl innal internet silahun zu haddayn. So'ngida esa biz aytishimiz mumkin, internet bu ikki taraflama qurol. Fawaiduhu azimatun istukhdima bi hikmatin. Uni foydalari buyuk agar hikmat bilan ishlatilsa. Lakin adrarahu qad takuna karisiyatan idza usi'a istikdamuhu. Lekin uni zararlari ofatdek bo'lishi mumkin agar yomon ishlatilsa. Yajibu alayna an nuwazin baynal jawanib al-ijabiyya va salbiyya. Va bizga esa mana shu ijobiy taraflari va salbiy taraflarida muvozanatda bo'lishimiz kerak. Va nahris al-istikdam al-internet bi wa'yin va mas'uliyatin li diman al-istifadati al-quswa minhu ma'a taqlil al-makhatir. Ya'ni yana ham haris bo'lishimiz kerakki, internetni ishlatishda yanada ko'proq va'y, ya'ni idrok bilan, mas'uliyat bilan uni yetarlicha foydasini saqlab qolish uchun va saqlab qolish bilan birga uni xatarlarini kamaytirish bilan birga yetarlicha foyda olish uchun ham biz mas'uliyat bilan, ya'ni idrok bilan undan foydalanishga haris bo'lishimiz kerak deyapti. Ya'ni internetdan foydalanishimiz. Bu qanaqa insho edi? Bu bitta muammoni, biror bir vaziyatni aniqlik, afzallik deganim, afzallik va kamchiliklarni ifodalash inshosi edi. Mana buni tanishib o'tdik. Inshoni barcha turlari bilan tanishib o'tdik. Eng keng tarqalgan turlari 283 ta so'z bo'ldi. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu darslarimizdan inshoda sizda agar xulosa o'rnida inshoda siz agar inshoni mana bu turlardan biror bir turini topa olmasangiz, u yerga kirib yoki qiynalsangiz, qaysi turga tushishini bilmasangiz, siz nima qiling? Mana shu topshiriqda so'ralgan narsani o'zini yozing, ortiqchasini yozmang. Bu yerda ijobiy taraflari deyaptimi, salbiy taraflari deyapti, to'g'rimi? Siz internetni mana shu birinchi o'ziga ta'rif yozib, birinchi rejaga ijobiy taraflarni, ikkinchi rejaga salbiy taraflarni yozavering. Ya'ni boshqa uchinchisini yozmang. Mumkin faqat afzalligini yozing deyish mumkin inshoni. Faqat afzallik tarafini yozing deyiladigan bo'lsa, siz afzallik
afzallik tarafini birinchi bo'lib yozasiz, keyin esa afzallik taraflari jamiyatga qanday natijalar keltiryapti degan ma'noda ikkinchi asosiy qismni o'zi uchun shunaqa reja shaklida yozib ketavering. Ya'ni bu darsimizda biz nima o'rgandik? Inshoga rejalar qo'yish, uni tartiblashni o'rgandik. Bu endi sizga biror bir boshqacha insho tushib qolsa, ya'ni mavzusi o'zingiz topa olmasangiz yoki qaysi insho turiga tushishini siz nima qiling? O'sha topshiriqda berilgani kabi rejalar qo'yishga va xat boshlab paragraflar qo'yishga harakat qiling. Shu bilan barcha insholarimizni o'rganib chiqdik va darslarimizni boshidan oxirigacha kuzatib foyda olganlarga rahmat. Avvalambor darslarni sabr bilan tinglaganimiz uchun va umid qilamizki, bu darslar barchaga manfaatli bo'ladi. Agar manfaatli bo'ldi deb topsangiz, bu darslaringizni albatta arab tilini o'rganayotgan do'stlaringizga ham yuborib qo'yishni va tavsiya qilishni unutmang. Imtihonda a'lo baholar tilagan holda ustoz Doniyor bo'ldi sizlar bilan.